Endi ko'ryapsizlar ahvolni mana. Bu yoqni chiqib qolishgan. Xo'p, men ko'p marta aytdim yo'lovchilarga ehtiyot bo'linglar desam, baribir ehtiyotkor bo'lib o'tishyapti. Shuning uchun hozir men shofyorlarga yuzlamoqchiman. Shofyor akalarimiz shu yengil bo'lsa tushayotganda yoki shu yo'l tomondan kelayotganda juda ham ehtiyot bo'linglar, mana ko'ryapsizlar. Peshixodlar turadi, ya'ni Fayzoboddan, Halqabod tomondan tez kelayotgan bo'lsanglar ehtiyot bo'linglar. Odam polni o'tadi, ya'ni maktab bolalari, yosh katta insonlar, aka-ukalarimiz, opa-singillar o'tadi. Ehtiyot bo'lib, sekinroq kelib to'xtashinglarni iltimos qilgan bo'lardik. Chunki kecha chiqimdan sal avariya bo'lib qolibdi. Shunga hozir qo'ldan kelgancha syomka qilib qo'yishga harakat qilyapman. Ko'ryapsizlar, odam to'xtovsiz o'tadi. Mana avariya hodisa, mana ko'ryapsizlar, yana bu yerda ham odam o'tyapti. Juda ham xavfli. Shuning uchun ehtiyot bo'lishinglarni so'ragan bo'lardik. Qo'ldan kelgancha mana video qilib qo'yishga harakat qilyapman. Mana ko'ryapsizlar, lenta o'zi to'g'risi mana o'tishyapti. Bu yoqdan tez kelayotgan mashina to'xtamaydi, bu yoqdan tez kelayotgan mashina to'xtamasa avariya holati sodir bo'ladi. Lekin odam to'xtovsiz o'tyapti. To'xtovsiz 1 sekund to'xtamayapti. Ko'ryapsizlar? Odam mana to'xtovsiz o'tib yotibdi. Dadil oldimga chiqib qoldi. Mana 1 minutdan odam to'xtamayapti. Qo'lni faqat odam o'tish bilan band. Ko'ryapsizlar, iltimos qilgan bo'lardik, ehtiyot bo'lib, yaqinlashib qolganda sal to'xtab, peshixodlarni o'tkazib borib, keyin o'tishlarni so'ragan bo'lardik.